Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta, mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Bizda golli vaziyatlar ko'proq bo'ldi. Pedro Moreira, Paxtakorning g'alabasi va javob o'yini haqida. O'yindan so'ng mezbonlar bosh murabbiyi Pedro Moreira va o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Abduraif Boriyev matbuot anjumanida ishtirok etdi. Bahs kutilganidek qiyin o'tdi. Shogirdlarim yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Ko'proq himoyaga e'tibor qaratib, raqibni hududlarda ushlab turishga harakat qildik. Ayniqsa birinchi 30 daqiqalik fantastik edi. Bunday havoda o'ynash qiyin, lekin yigitlar yaxshi harakat qilishdi va bizda golli vaziyatlar ko'proq bo'ldi. Ertadan javob bahsiga tayyorgarlikni boshlaymiz. Bu 3-rasmiy o'yinimiz. O'z strategiyamizni ishlab chiqyapmiz. Jamoadan qoniqyapman, deydi portugaliyalik mutaxassis. Avvalo sovuqga qaramay stadionga kelib qo'llab-quvvatlagan muxlislarga rahmat. Murabbiyimizning ko'rsatmalariga rioya qilgan holda kuchli raqibni yengdik. Hozirdanoq javob bahsiga tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Oxirgi 10 daqiqalikni hisobga olmasak, ulardan qolishmay o'ynadik. Bir jamoa bo'lib yaxshi harakat qildik, deya Boriyevning so'zlarini keltiradi Tribuna.uz muxbiri. Jorge Jesus: bunday havo va maydonda o'ynash oson bo'lmadi. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 1/8 finali doirasida Paxtakor Al-Hilol bahsidan so'ng dastlab mehmonlar bosh murabbiyi Jorge Jesus matbuot anjumanida ishtirok etdi. Dastlabki o'yinda mag'lub bo'ldik. Bunday ob-havoda va maydonda o'ynash oson bo'lmadi. Bahona emas, bunday sharoitda o'ynash haqiqatdan ham qiyin edi. Bu mag'lubiyatimizning asosiy sababi. Endi bor e'tiborimizni Ar-Riyodda o'tadigan javob o'yiniga qaratamiz. Vaziyatdan kelib chiqib o'ynadik. Kimlar asosiy tarkibda maydonga tushgan bo'lsa, o'shalar bellashuvga tayyor edi. Paxtakorning bugungi o'yini biz uchun surpriz bo'lmadi. Menimcha bugun ikkala jamoa ham havo va maydon holati sababli o'z o'yinini yetarlicha namoyish eta olmadi, deya portugaliyalik mutaxassisning so'zlarini keltiradi Tribuna.uz muxbiri.